Erkaklar orasida jinsiy zaiflik ko'p uchraydi va jinsiy zaiflikni davolash uchun ular jinsiy olat yaxshi qo'zg'almasa, bunaqa vaziyatda birinchi borib srazu aptekadan dori qidirib topa boshlashadi yoki og'aynisidan so'rab shu turg'izadigan dorini qanaqadir bir variantini olib ichishga harakat qilishadi. Zo'r bo'ladi, lekin bu vaqtinchalik va sizni ruhan bog'lab qo'yadi. Umuman boshqacha yo'li bormi? Qanaqadir tabiiy bir narsani yesam, ichsam yaxshi bo'lib ketar degan narsani o'ylab ko'rishmaydi. Hozir umuman o'zimizni territoriyadan hisobga olsak, O'zbekiston Toshkentda shunaqa taomlar borki, shunaqa mahsulotlar bor, sizni jinsiy quvvatingizni yaxshilaydi, testosteroningiz miqdorini oshiradi, olatingizga qon kelishini yaxshilaydi. Bularni hamma ham bilmaydi. Keling shu haqida gaplashamiz. Men doktor Akbar Shoh, urolog andrologman va bugun biz sizlar bilan erkakni jinsiy quvvatini oshiradigan o'zbek taomlari haqida gaplashamiz. Hop, demak, qaysi o'zbek taomlari nima uchun jinsiy quvvatni oshirish kerak ular? Ular nima? Faqat shu quvvat uchun ishlab chiqarilgan, o'ylab topilganmi? Yo'q. Faqat qorin to'yg'ish uchun ovqatni iste'mol qilish kerak emas, balki to'g'ri iste'mol qilsangiz, u sizga yaxshi foyda bera boshlaydi. Ya'ni sizni testosteroningiz ko'taradi, sizni asbobingiz va kindik ostidagi a'zolarda qon aylanishini yaxshilaydi. Natijada sizda olat kuchi yaxshilanadi, aloqaga bo'lgan ishtiyoqingiz yaxshilanadi, kayfiyatingiz ham yaxshilanadi. Ba'zi bir o'zbek taomlari testosteron miqdorini oshirishga, tabiiy ravishda oshirishga yordam beradi. Energiyangizni ko'paytiradi va jinsiy hayotni yaxshilaydi. Bugun sizlar bilan shu 5 ta jinsiy quvvatni oshiruvchi o'zbek taomlari haqida gaplashamiz. Bular tarkibida hech qanaqa turg'izadigan dori qo'shilmagan, qo'shilmaydi ham. Bu taomlar bizga shu milliy taomlar hisoblangan, yildan yilga har xil varianti va qo'shimcha mahsulotlar qo'shib tayyorlanishmoqda va bu qadimdan o'zi shu salomatlikni bitta bir siri haqida ishlatilib keladi. Hop, jinsiy quvvatni oshiradigan qanaqa taomlar bor? Demak, birinchi taom bu qo'y go'shti qo'shib tayyorlangan, qo'y go'shtidan tayyorlangan qayatma sho'rva. O'sha o'zingiz bilgan qayatma sho'rva. Chunki qo'y go'shtini ichida ham oqsil go'sht, ham sink yuqori va bu testosteronni ko'tarishga yordam beradi. Mol go'shti emas, faqat qo'y go'shti. Keyingisi bu bedana tuxum bilan tayyorlangan salat. Bedana tuxumni ertalab yutish emas, balki salat. Bilasizlar, ichida bitta dona bedana tuxum emas, bir nechta bo'ladi va u bedana tuxumi ichida oqsil bilan tashqari sinkga boy. Sink testosteronni ko'tarishga yordam beradi. Vitamin yeyolmaysiz, lekin sink qorningiz ham to'yapti, asosiysi testosteroningiz ko'tarilyapti va energiyangiz ham baland bo'ladi. Undan keyingisi bu baliq. Baliqdan ko'pincha qovurishadi va tuzlashadi, kopchon desa bo'ladi, koptitsa qilingan bo'ladi. Lekin hech shashlisini yeb ko'rganmisiz baliqdan? Ayniqsa yog'li baliqlarni o'zidan tayyorlangan kaboblar, ya'ni shashlik omega 3 ga boy. Omega 3 bilasizlar, omega 3 sizlarga testosteronni ko'tarishga, jinsiy olatga qon kelishini ta'minlashga yordam beradi. Omega 3 ni ichgandan ko'ra baliq holda yeganingiz, yog'li baliqlarni iste'mol qilish, mayli shashlik ko'rinishda emassiz, lekin o'zini koptitsa qilingani bor, masalan, skumbriyani koptitsa qilinganini yog'li baliqlar qatoriga kiradi, juda ham omega 3 ga boy. Undan keyingisi, balki buni iste'mol qilmagansiz, balki ko'rmagandirsiz, bodomli holva. Bu bodom tarkibidagi vitamin E va holva tarkibidagi, holva deganda bu pistani ezib shakar qo'shib tayyorlangan mahsuloti. Bu shakar o'zidan tayyorlangan oq holva emas, balki pistani dona mahsuloti ezib tayyorlangan o'sha kulrang rangdagi, ko'pchilik uni yoqtirib iste'mol qilmaydi, lekin foydali. Bodom bilan bo'lsa juda ham yaxshi. Gormon ishlab chiqarishiga juda yaxshi ta'sir qiladi, chunki vitamin E ga boy. Pistani hovuchini, chaqilgan hovuchini yeganingizdek. Va oxirgisi bu palov. Albatta palov o'zi emas, lekin ichida ziravor qo'shilgan palov bo'lsa, bu shafronmi, bu o'sha zarchava, bular mana shu bekorga qo'shilmagan. Bu quvvatni yaxshilash maqsadida testosteronga ta'sir qiladi shafron. Undan tashqari zira ham xuddi shunaqa, endi ko'p qo'shilib bo'lmaydi-yu, lekin kerakli miqdorda qo'shilganda shafron yoki o'sha kurkumani
ta'siriga uning ta'sirini kuchaytiradi. Kurkuma qimmat turadi, lekin foydasi kuchliroq. Shafran arzon turadi, lekin kamroq ta'sir qiladi quvvatga, qon aylanishini yaxshilashga, testosteronni ko'paytirishga. Qo'shimcha sifatida yana qaysi taomlarni iste'mol qilishni endi bu o'zingizni ratsioningizga bog'liq, sizni imkoningizga bog'liq. Qaysi birini iste'mol qilib yurish, qancha miqdorda iste'mol qilish. Kimdir imkoni yo'q, masalan, kimdir yoqtirmaydi sho'rvani, kimdir oshni yoqtirmaydi, kimdir rangli zarchava masalan jig'ildonni qaynatadi. Shunaqa tarkibli, endi bularni hammasini birdan yeyish shart emas. Buni shu ratsioningizga qo'shsangiz bo'ladi. Hop, umuman siz qaysi taomni yeganingizda sizda jinsiy quvvat oshganligini his qilgansiz va qaysi taomni sevib iste'mol qilasiz? Kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Boshqalar ham buni o'qisin, ko'rsin bu videoni. Agar siz jinsiy salomatlik yoki sog'lom turmush haqida ko'proq bilmoqchimisiz? Marhamat, shu kanalimizga, shu YouTube kanalimizga ulanib olishingiz mumkin, podpisatsiya qilishingiz mumkin va doktor Akbar Shoh bilan hayot lazzatini birga olishingiz mumkin.